Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan 2026 yil 3-fevral kuni tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Ushbu uchrashuvni o'tkazyapmiz. Uchrashuv men mahalla bankida xo'jayim Kamol Hojiyev va olib boradi. Bankka oid kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa, bemalol murojaat qilish mumkin. Hozir yangilarni ko'rib chiqib, amaliy yordam beramiz hammaga. Kimda masala bor? Men Akimjon masalani Navoiy Haydaman. Tikuvchilik uchun 30 million kredit olmoqchiman. Uyda tikuvchilar uchun sharoit bor. Mahalla bankida o'z yordam agenti borib ko'rib, dastlabki monitoring qiladi. Unga asosan biznes reja bilan dallolnoma tuziladi. Kredit tartibi yaxshi bo'lsa, belgilangan tartibda beramiz. O'zimiz bank qilgan yo'nalishda mahalla banki degan yo'nalishimiz ochiq, shu yo'nalishda kafillik asosida beramiz 30 million so'm. Rahmat. Sizniki nima bo'lsa? Menga chorvachilik uchun kredit kerak. Qancha? 10 million. 10 million. Siznikini ham xuddi shunaqa tartibda mahallaga chiqib xodimlarimiz ko'rib beradi. Qo'ymi, molmi? Mol. Mol. 10 millionga mol olasizda. Shu yuzdagi molxonangizni ko'rib, unga qarab bergan tartibda yordam beramiz sizga. Rahmat hammaga.